Ayolim yanada ko'proq yaxshi ko'rish uchun qayerga sayohatga borsam bo'ladi? 3 ta joy maslahat beraman. 3-o'rinda Maldiv orollari. Okeani o'rtasidagi joylashuv, 5 yulduzli mehmonxonani olib, all inclusive romantik atmosferani to'zib, menimcha ayolingiz o'shatdan ketishni xohlamaydi. 2-o'rinda Abu Dabidagi Sadiyat orolidagi mehmonxonalar bo'ladi. 5 yulduzli mehmonxona luxury hisoblanadi. Yuqori darajadagi servis bo'ladi. Eng zo'r Dubaygacha 5 qadam. Puli bersangiz borib Dubaydagi luxury shopping qiladi. Bunaqasidan keyin yana boshqatdan qaytan sizni sevib qoladi. 1-o'rinda Mavriki, okeani o'rtasidagi orol, yovvoyi tabiat, premium darajadagi mehmonxona, vertolyotdagi sayrlari. Mavrikidan keyin nafaqat ayolingiz sizni sevib qoladi, balki uni dugona ham sizga qarab havas qiladi.